Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun 2022-yil 28-sentabr. Bugun damliq faylasuf, istidatliq adib, yetuk olim marhum Abdushukur Muhammad Emin tavalludining 99 yillik xotira kuni. Abdushukur Muhammad Emin 1933-yili 9-ayning 28-kuni Atuşning Bag'iyriq kentida bir ma'rifatparvar oilasida dunyoga kelgan. İlgirki chaqlar bo'lsaydi, vatan ichi va sirtidagi ziyolilar marhumning bu qutlug' kunini xotirlab har xil ahamiyatli faoliyatlarni o'tkazgan bo'ladi. Tapqini gul keltirar, tapalmag'ini bir bosh piyoz degandek, bugun men sizlarga bu qutlug' xotira kunda o'ylanish ichida ilgirlash nomli bu kitobdan bir maqolni o'qib beray dedim. Bilisizlar, o'ylanish ichida ilgirlash nomli bu kitobdagi barliq maqolalar marhum olimimizga bag'ishlangan. Xo'sh, bugun o'qib bermoqchi bo'lganim Ruboiyat, yosh olimning yangi amgaki nomli maqola. Bu maqolani bundan bir yil ilgari, ya'ni o'tgan yillik Qurbon hayit munosabati bilan biroz ariya ilib o'qib bergandim. Bugun to'liqroq o'qib beraman deyishimning sabab bo'lib, bu nazariya qismlarini chiqarib etib, yozuvchininki marhum olimimizning ruboiyatlarini analiz qilgan, bizga yeshib bergan shu bo'laklarni to'liqroq o'qib berishga tirishim. Xo'sh, boshlayapti. Ruboiyat, yosh olimning yangi amgaki. Nur Muhammad Erki. Abdur haqida. Nur Muhammad Erki 1928-yili Qashqar shahrida dunyoga kelgan. 1983-yili 57 yoshida Qashqarda vafot bo'lgan. Qashqar Uyg'ur nashriyotida muharrir bo'lgan. Hayotida xeyli ko'p she'rlarni yozgan. Umar Hayyam ruboiylarini farschadan ona tilimizga tarjima qilib nashr qildirgan. Nur Muhammad Erki Madaniyat inqilobining bo'ron chaqqullari amlatin besiqqan 1980-yili Abdushukur Muhammad Eminning Ruboiyat nomli kitobini tahrirlash vazifasini ustiga olganda, bu kitobdagi ruboiylarning fikrining cho'nqurligi, tilining go'zalligi, qurilmasining mukammalligini ko'rib hayajonlanganidan Ruboiyat yosh olimning yangi amgaki nomli uzun ta'sirat maqolasini yozib, mazkur to'plamning kirish so'zi o'rnida e'lon qilgan. Maqoladan Nur Muhammad Erkining talant egalarini bag'rini ichib qo'llaydigan esil fazilatini ko'rib olg'ili bo'ladi. U olim Abdushukur Muhammad Eminga bo'lgan qoyillik tuyg'usini mubolag'alashtirib mundaq yozgan. Abdushukur go'yo onasining qo'rsiqidan inga o'rniga ilm deb tug'ildi. U ilm beshigida cho'ng bo'ldi. Ilm suyida oqdi. Ilm o'tida ko'ydi. Ilm uni do'stlarining hurmatiga ega qildi. Ilm uni dushmanlarining jazosiga yo'liqtirdi. U diyorimizdagi ziyolilarga termometr bo'lib qoldiki, qaysi bir davrning ilmu irfon bilan xo'shi yo'q ekan, uning bilan xo'shi yo'q bo'ldi. Qaysi bir davr ilmu irfonga ahamiyat berdi, uningga ahamiyat berdi. Uni qadrladi. Maqoladagi bayonlardan yana Nur Muhammad Erkining milliy adabiyotimizning gullanish ishlariga qanchalik herismanligini ham she'riyatni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. She'riyat haqida mo'l tushunchaga ega shoir Nur Muhammad Erki ruboiyatni o'qib qattiq hayajonlangandek, ruboiyatning nashr qilinib 1982-yili o'qirmanlar bilan yuz ko'rishishi talay kishilarni hayajonga cho'mdirib, bugungi zamon Uyg'ur adabiyotidagi yangi hodisa bo'lib qolgan. Qistirib o'tib kelsam, menda bu ruboiyat
degan kitap yo'q, 1982-yili nashr qilingan ekan. Naytim bir o'qish, bir o'qib chiqish arzuyim naytim bir kuchlik, keyin bir fursat bo'ladi. Xo'sh, davomlashtiray. Bizdeki navbahar fasli. Yeni zaman boğulgan ilim penge azadalik ve kenguşadlik elip geldi. Bizde ma'rifat üçün bir güllash davri içildi. Diyarimizdeki her millet alimleri, edib, şairleri, doktoru ve hükümaları öz ömrüde ma'rifat hayatının bunçilik erkin bir nefes algan vaxtını birinci qitim ko'rishdi. Uyghur halkının cahan şumul edipleri Farabi, Yusuf Has Hacib, Mahmud Kashqari, Yukinaki, Lütfi, Navai ve Sakkaki'den tartıp Hirqti, Zalili, Nöbeti, Nizari, Gumnam, Gheribi, Saburi, Sayrami, Molla Bilal Nazım, Abduqadir Artushi, Qutluk Şevqi, A. Uyghur, Tecelli, Nimşehit ve Qaynam Örküşgeçe bugün edebiyat dünyasıga qayt töreldi. Ulara hazır bizde bolup atkan ilmu hikmet bazmisining törede oltırışmakta. Biz bilen billa manevi hayat geçirmekte. Biz bilen birge kitap yazmakta, şiir etmakta, naqşı okumakta. Muqam tarlardı çekmekte. Eserleri etibarlap besilmakta ve şerhilenmekte. Biz edebiyatımızdaki klassik ustazlarımızı tilga eliş, ulardan öğüniş, halkımızın edebiyat, medeniyet hazinesini içip, onundaki duri cavahiratlardan faydalanıp, hazırki yeni edebiyatını yoğurtuş, parqır etiş, bunun bilen bir davran edebiyatını, edebiyatçını ve edebiyatçılıkını kızıtıp etişke imkan taptık. Bu diyarda biz asallık milletlerge matbuatçılık, neşriyatçılık ve edebiyatçılık sahasida hazırkıdak berilatkan ahmiyetini tariximizden közü körgen emas. Sil qisqart öteyme yani. Texi bir qancha yil ilgirla Qashqar Hetkahta munar kitapları köydürülüp, şehirge asmandan bir qancha gün kitap uşqulları yaqqan emasmidi. Texi bir qancha yil ilgirla klassik şairlarning şiirlerini tonuşturuş, şerhlep besiş emas, ularning eserlerini tutqan kitapxon ve satqan kitap buruş qamalgan emasmidi. Texi bir qancha yil ilgirla qiraatxonlarda o'qug'idek bir adabiy kitap, kitapxonlarda setib olg'udek bir ilmiy risola, gez jurnallarda birer a'zosi salpal she'rga o'xshab qolgan bir nazm yo'q emasmidi. Bu xil madaniyat kirzisi she'riyatda bakla chanqan edi. Shu chog'lardagi she'rlar to'g'risida xalq ichida mundaq bir nazm yozilgan. O'qib nazmingni to'rt odam qizib ketdi parang shoir, yaşandın başqa hech gap yo'q, faqat shu karang shoir. Yaşandın başqa gaplarga tili kelmas qashon shoir, etimni shu dalil birla qo'yib quyruq yashan shoir. Madaniyat zo'r inqilobiy jarayonidagi hem şərgah hayatıda can beqish falsafasini aqida qilgan şairlarning yozg'ini yaşangdan iborat bo'lmay mumkin bo'lmadi. Zamondagi issiq sovuqni tezroq his qilg'uchi, terisi nepizroq shoirlar to'kmat qalbqini kiyib zamon barkardasi bo'lib qamaldi. Yezish huquqidan mahrum bo'ldi. İnsani vijdoni dafsanda bo'ldi. Bir qism adib shoirlarni zaman inkar qilgandan bakrak, ular zamonni inkar qilib, yozmaslik, jimjitlik kurashi bilan shug'ullandi. Shoirlardan biri bu kurashning sababini mundaq uqtirgan.
Yazsam yazgudek mağdurum var, putum patmaydı, yolum şunç tar. Bulbul sayrımaz, yok iken bahar, yazsam dağdı men, yazmasam dağ. O şairi hatta aşındaq yıllarda şairi bolup qalğanlıqıdan mundaq həsrət çekкен. Etrafım qıltaq, bir tozaqdı mən, goya gördü ki çoğun soraqdı mən. Bolupdı mən şairi, şundaq çaqdı mən, yazsam dağdı mən, yazmısam mı dağ. Bugün edip şairlarga bolgan mundaq münasibət özgerdi. Şairlar zamanға birdek Nevbahar dep at koydu. Cemiyet 1970 yıllardaki kabristallıqdek cimcitlikka çökкен halattan qutulup, azat zaman naqşısı yani yanrımakta. Toyni qızdıdığan sazcı bolğanıdek, zamanni qızdıdığan edebiyatçı, sanatçıdır. Toy qancha katta bolğan bilen näme navası bolmasa gaç toy boludu. Zaman qancha yaxşı bolğan bilen onun şanı şevkitini namayan kılıdığan adamları bolmasa izzet hürmeti bolmaydı. Zamanımız edip şairlarga uçuk çırayı aşkan. Onun şairleri, onun alimleri onunğa yepişti. Onun bilen birli külüşmekti. Bunda qalet cemiyetinin inaveti üçün bek yaxşı. Hazır yazgıcı şairlarının örmesi başlandı. Ular baldurqadek yazgan nərsini bastırıdığan orundan beşi qatmaydı. Ularga neşriyatlardan eser yezip evet şəqqide teklif xatları kelmekti. Ana şu devirlerimi kelmeski ketdi belkim. Xoş, yeni bir tema. Bizdeki tünci rubai toplumu. Yaş alim, yaş profesör, yaş şair Abdüşkür Muhammed Emin yazgan qolumuzdaki rubaiyat edebiyatımızda başlangan molçılık pəslinin mahsulatlarından biri. Bu yaş alimnin yeni baharını qutluqlaş yüzüdün təqdim qılgan. Uyghur klassik muzikisi 12 muqam haqqida və Şinjanның taң dəvirdəki naqşı usul sənəti qatarlıq töhfələrdən keyinki yana bir çoğ töhfəsi. Bu Uyghur şeiriyetide rubai şəkli əviş alğandan keyin dəsləb o'ttirg'a chiqqan tunji rubaiyat toplumu. Bugünkü zaman edebiyatımızda tunji roman edib Qayyum Turdi tarafidan yazılgan ekan. Endi tunji rubaiyat toplumu şair Abdüşkür Muhammed Emin tarafidan o'ttirg'a chiqqan bo'ldi. Rubai degan bu arabcha so'zning lug'at ma'nosi to'tlik demek bulup, odatda şiiri şekilleri içinde to'rt misrali qilib yozilgan bir ko'plet şiirga qarata aytiladi. Bu uning şiiri shakliga qarata ma'nosi. Rubaini mazmunan ta'riflaganda bir rubai mustaqil bir şiir. Rubai 10-20 ko'plet şiir o'rniga xulos tariqasida yozilgan bir ko'pletlik şiir. O şundaq bir ko'plet şiir ki, uningda bir qancha ko'plet şiirning javhiri bayon qilinadi. Rubai o'ziga berilgan bir ko'pletda bir butun fikr, bir butun hissiyotni ifodalab berdi va berilishi lozim. Unda qilolmasa, o 4 misrali qilib yozilishi bilan shaklan rubaiga o'xshasimi, mazmunan rubai bo'la olmaydi. Rubai qo'yiladigan talab odatdagi she'rlarga qo'yiladigan talabdan yuqori. Uningga qo'yiladigan talab hajmi kichik, vazni ig'ir bo'lish. Metallar ichida oltin shu xususiyatga ega. Bu ma'nodan aytganda, rubai agar mazmunan rubai bo'lsa, uni she'rlarning oltini yoki oltin she'r deb atash mumkin. Rubai hazırgacha klassik she'rlarda ma'lum bir vaznda yozilib kelgan.
ruboiychilikning peshvolaridan Farabi, Ibn Sina va Umar Hayyamdan tartib Nizomiy, Navoiy, Babur va Fuzuli she'rlarigacha qarsaqmı shundaq. Ularning qalamidan chiqqan ruboiylarning vazni to'liq arz vaznining maf'ululu mafailan mafailda tam shaklidir. Arz vaznining shaklini so'zlayotdi uni. Nazariya qismini o'tkazib o'taylik. Xo'sh. She'rning shakli samaviy narsa emas. Shundaqla ruboiy vaznimi osmondan tushgan emas. U o'zgarmas, rivojlanmas narsa emas. U albatta shoir atalgan odam qilgan narsa. Uning undaq shakli o zamanda qilingan ekan, mundaq shakli bu zamanda qilinsa bo'laveradi. Nazariya qismini atlab o'tib ketay. Qo'lingizdagi ruboiyat asasen aruz vaznining uzun misraliq shakllarida yozilgan. Bizningcha ruboiyatdagi ruboiylar fikr yengiligi, hissiyat nozikligi, mazmun teranligi tarafdan haqiqatan ruboiylik o'lchamiga toshgan. Yangi tema bizga sunilgan javharlar. Mana bu bölümden bundan bir yil ilgari sizlarga ariya elib o'qib bergan, bugun to'liq o'qib berman. Xo'sh. Birinchi, qahramonni ona yurt tuqqan. Ona yurt vatan temisi ulug' tema. Shundaqla ko'p yozilgan tema. Dunyoga kelgan yozuvchi, shoirlarning vatan haqida bir nima demay vafot bo'lgani yo'q. Gap bu temani bir qadar yaxshiroq hal qilishda. Yana desa yana shu gaplardan olqib o'tishdi. Jon jigardan chiqarib aytib, jon jigarga ta'sir berishdi. Ruboiyatning avtori bu tema ustida bir qator samimiy, ta'sirlik va cho'nqur fikrlarni o'tirib qo'ygan. Qahramonni ona yurt tuqqan, buningda yo'q gumon. Qahramon barpo qilur o'z yurtini saqlar aman. To'qsa boturni vatan, tuqqay vatanni qahramon. Bil, vatan murda emas, jonsiz, erksiz, bezuvan. Shoiri bu ruboiyda deydi. Vatan bo'lg'ash qahramon bo'ldi. Qahramon vatanning mahsuli. O'z navbatida qahramon vatanga ta'sir ko'rsatdi. Uning ozodligi, omonligi va taraqqiyoti uchun hech narsani gezi kelsa hayotini ayamaydi. Tuqqay vatanni qahramon degan so'z ozod bir vatan, shu vatan farzandlarining qahramonligisiz opirada bo'lmaydi. Mavjud bo'libmi tura olmaydi degan so'z. Bir vatan o'zining qahramonlari bo'lganda erksiz, jonsiz, tilsiz narsadan ozod narsaga, jonliq narsaga aylanadi. Ulug' xohish bilan oqsun oyog'ining ostiga qonim. Ki tuproq ostida ko'rsammi baxtimni qadrdonim. Shafaq osmonida o'rdak lavan ovoz bilan ushsam, nechun kulmas quchub shabnam lahat ustida rayhonim. Shoir bu ruboiyda vatan bilan mungdashib iroda bildirib atadi. Ulug' xohish yana ozodlikning, taraqqiyoting yo'lida qinim to'kilsimi mayli. Men sening baxting uchun qurbon bo'lib, baxtingni lahatda yotganda ko'rsammi mayli. Shoir bu yerda vatanining shafaq osmonida o'rdak uchidiganligiga, ya'ni uning porloq kelgusiga ishonadi-da, vatan shundoq cho'ng taraqqiyotga erishganda o'zining qabrisi ustida unib chiqqan gullarining kulidiganligini baxtiyorlik tuyg'usida tasavvur qiladi.
Sama çaçın közün hurşit, jamalın kıblıgahimdir. Levin zər çeşmedin tamğan, məyin abi hayatımdır. Vətən şəydası mən daim, ғəzəl xallıq menin işqim, xalayiq rəhməti cəvlan qılarğa pəy qanatımdır. Şairi bu rubayda vətənni bir güzel yar qiyafətdə göz aldığı keltirdi. Onun çeçini asman, közünü quyaş, jamalını qıblıqah, levidən tamğan məyni abi hayatdaydı. Bu yerde vətən obrazını məhbub obrazıda mədiyləş, şəxski bolğan muhabbət bilən vətənki bolğan muhabbətinin selişdirməsini görüş üçündür. Şaire demekçi boludu. Sen yarını çıraylık deysen, menin vətənim bana aşındaq güzel görünür. Sen qandaq çıraylıqның şəydası bolsan, mən vətənnin şəydası. Sen özünü küyləb ғazəl oqsan, mən vətənnin ғazəlini oquyman. Menin bu yoldaki pərvazımның qanıtı bolsa, xalqның bana eytidigan rəhməti. Mən bu rəhmətni qancha köp alsam, şuncha küçüyeyman, şuncha erkin cavlan qilaman. Qani, qaysi aşıqning muhabbati yuksak? Söyüp ötsem baharның yağmurudek bu diyarımni, şəbəkdək səyletib görsəm culalıq lalı zarımni. Eqib tağ suyida hər giyaqqa üncülər taqsam, payandaz əyləsəm basqan ızınğa rozğarımni. Abdurның bu rubayısıdaki arzusi neme degen çıraylık, neme degen səmimi. O vətənnin həmmə yerini söyüveliş armanağa yetibeliş üçün bahar yağmuru bolğusu kelidi. Vətənnin çaqnap ketken gül gülistallarga qarab səyli tamaşa qilish üçün bulut üstüdeki şəpək boluşunu arzu qılıdı. O tağ suyu bolup eqib vətənnin hər bir yeşil otlaqlarını arlap ötküsü. Bu yerdeki maysa giyahlarının quluqıға özünün brilliant tamçısıdın üncü marcan taqab onu erkiletip ötüşünü oylaydı. O bununlıq bilenmi jürekedeki otunu basalmaydı da, "Yoq, bütün tirikçilikimni senin yolunğa payandas qılıp salay, bütün bar yoqumni senin koyunda tikay" deb ateşin hissiyatıga təskin berdi. Rozğarımni yolunğa payandas qılay degen söz hem nəpis hem kəskin bolup, bundaq yüreknin qıtadın çıqqan fikir dəl yüreknin beğişiği tegidi. İkinci küçük tema, öz g'imimdir el-g'imi. Şairi Abdüşkür Muhammed Emin'nin tövendeki rubayısida tefekkür hem keskin hem kızık. Yüzlerimdir bergi gül, kan tamçısıdır şəbnimi. Bir xəbər mən öz g'imimdin, öz g'imimdir el-g'imi. Bəd etilsə qapqa g'amlar, bolsa el-g'amdin xalas, tənni qap qılsam, yığılsa el-ara g'amlar cimi. Abdurning bu nuqtadan fikri ulug' mutafakkur Navoiyning fikri bilan bir. Navoiy yazıdı. Adami ersan demagil adami, aniki yo'q xalq g'imidan g'imi. Şairi Abdüşkür Muhammed Emin Navoiyning bu fikrini öz rubayisida beyitidi. Sharhlaydi, to'liqlaydi. Hatta she'riyatdagi tapavvuq, yani yuqori ko'tirish mahorati bilan kuchaytirdi.
Abdur şu rubayda özünü gülnün yopurmaqaga oqıştıb, yopurmaqdaki şəbnəmnin addi şəbnəm emas, belki qan ikenliki. Yani özü de kötürüp, qopqısız dərd ələm barlıqı. Lekin bu haqda g'am qilmaydiganligi, birdan bir g'imi elning g'imi ekanligini aytadi. O dünyadaki tügəməz g'amlardan içi pushib va zarda bo'lib, shu g'amlarni bir qopga solab qo'yib, insonlarni g'amdan qutqizishni o'ylaydi. Bu arzuning reallikqa aylanmasligi nechinchi masala. Biroq bu yerda shoirning arzusi yuksak, fikri mo'tabar. Hatto shoir bu haqda shunda qizib ketadiki, go'yo o'zining tenini bir qop qilib, insoniyatning eng ig'ir g'amlarini shu qopga qachilab tugitishni, jimi insonning g'amini bir o'zini tortib, ayrilishib ketishni xiyol qiladi. Bu haqda shoir Baba Rahim Mashrab mundaq degan edi. Asi japi ko'ymisun, tanha dozaqqa men baray. Rubayatning abdorining tövəndiki rubayisida ana shundoq o'tliq fikri, nozik hissiyot, ajoyib samimiy qalb ifodalangan. Gar xiyol qilsam mushaqqat ichra rahat nozini, avji shodlikdan sezarman qayg'uning ovozini. Mayli rahat, mayli kulpat bo'lmagan mizon manga, elge şeydalık çalır çin iftixarın sazını. Şair muşaqqat içidimi rahatning hidini his qiladiganligi, shodlik qancha kuchaysa, uningdan qayg'uning shapsini sezdiganligini aytib, elge muomala qilishda ashu ishlarga qarab, undaq yoki mundaq xiyolda bo'lmaydiganligini eskartadi. U bu yerda mening iftixorim, shon shavkatimning sozini manga dush kelgan yaxshi yomon taqdir emas, mening alga herisliqim va yurakimdagi ishtiyoqim chelavatidi deydi. Bu beshiga kun tushganda el avomni yodiga elib miskin bo'ladigan, qo'nga issiq o'tganda el avamni yadidan chiqarib mal'un bo'ladigan noahlilikka abdurning biri tanbehidir. Gül içilmez bo'lmasa gül bergining himoyasi, ho'l yig'in bo'lmas madar sung'anda gülning foydasi. Gül güzel bo'lgan bilan muhtoj yupurmoqqa desam, dedi bulbul, fikrimiz ikki jahon sarmoyisi. Abdurning mazkur ruboyisidagi falsafaviy fikr shaxs bilan jamoat o'rtasidagi munosabat masalasini she'riy tili orqali tushuntirib, odamning odamlik taraqqiyotida ijtimoiy muhitning, atrofidagi el jamoatning yor yo'lak bo'ladiganligini, zo'r ta'sirga ega ekanligini asoslaydi. Shoir bu nuqtada ro'shan jamoatchidir. U liberal emas, sotsialdir. Durust, ijtimoiy ideologiyada jamiyatning shaxsga ta'siri, jamiyat shaxsning murabbasi ekanligi yangi gap emas. Biroq bu haqiqatni bu ruboiyda ta'kidlashdiki, mantiq kuch alohida. Ruboiyning birinchi misrasidagi gul obrazi shaxs, gulbargi obrazi al jamoat. Sen qancha yaxshi kishi bo'lib ket, deydi Abdur. Ishing qancha yaxshi bo'lsin, bu xalqning madadkorligi bilan bo'lgan. Shaxs qo'lga keltirgan har qanday natija muvaffaqiyatning, elning, jamoatning hassi bor. U ruboiyning ikkinchi misrasida bo'lsa, tuvandagi nuqtai nazarni ilgari suradi. Agar gulning poyisi sunib ketsa, ya'ni shaxs bo'ron chapqiniga uchrab mustarlik, chorisizlik holatga tushsa, u chaqda uningga paloni arbob, pokoni tonish yer yo'lak bo'lolmaydi.
Adam öz təqdiri üstüdə tayinadigan işençlik mənbə el-cemaatdir. Abdur 3. mısrada gül güzel bolğan bilen yopurmakka ihtiyaçlıq. Adam qancha yoğan bolup ketken bilen el-cemaatga ihtiyaçlıq. Dünyada hemmedin xalq büyük. Şəxs asmanga çıkıp ketken bilen xalqның himayəsindən ayrılsa bir tiyinge arzimaydi deydi. Hatta bu fikirni 4. mısrada bulbulның tasdiqidan ötközüdü. Bolmasa kalbinde şam, tünde kalar sen beziya. Yanmasa kalbinde bir ot, nazım bolmaydı siya. Elni sen küylep, seni el küylese ölmez işin. Berak urar Hasan Hüseyin, goya bulup asmanda ya. Mazkur rubayı her bir kişi üçün, xususen edip şairler üçün ölmez iş yaratış toğrusida mundaq ders ötüdü. Jürəkide el işqinin nuridan yoruqluq bolmagan bir kişi dünyada yoluqqan boran çapqulluq paytlarda gangırap qalıdı. Eğer bağrında elini söyedigan bir muhabbet otu yokken, kalemni qancha tutup oltursanmı, aldığındaki siyah koru nazimga aylanmaydı. Sen eğer ölmez iş qılay deydigan bolsan, elni küyle. Sen elni küylesen, el seni küyleydi de bu ölmez iş yaratqanlıqdır. Dervaqa, faqat özünü kuylash g'amidala bolgan kişiler tarix tarafından tolumu ildam unutildi. Yana bir kichik tema, archi qarag'ay xislati oshqay zimistondan o'tib. Rubayatda ko'proq o'rin berilgan fikrning biri qahramonlik xislatdir. Menimcha bir elning inqilobiy ishida qahramonlikdan zo'r narsa yo'q. Qahramonlik xislat deganimiz jafo mushaqqatga chidash, o'lim oldida sarg'aymaslik, dushman va qiyinchilikqa tez pikmaslik, boshqa kun tushganda zarlanmaslik va hokazolar. Şairi tövendeki rubayisida yuqorqida xislatni, ya'ni archi qarag'ay bilan qish orasidagi munosabat, haqiqat optipining nuri o'chgan, ya'ni reaksiya davri yuzlangan davri bilan bir inqilobchi orasidagi munosabat, shundaqla boshqa kun tushgan va ko'ngil qayg'uga cho'kkan vaqt bilan bir umidli kishining hissiyoti orasidagi munosabat masalalari orqali tushuntiradi. Masalan, Lalızar tağ bağrığa soğ qahratan qar tökdü pes, kelmeki təskipinəknin gül körüşke bir nəpəs. Archi qarag'ay xislati oshqay zimistondin o'tib, ichilishqay navbaharda million chechak qo'zg'ab havas. Siz bu haqda janobi dialogni ishqa silib ko'ring. Nima uchun qishda boshqa daraxt yopirmoqlari yo'q? O sovuqqa bardoshlik bera olmaydi. Nima uchun archi qarag'ay qahrdan qishdimi yashirib turdi? Ular chidamliq. Qaysi qahramon? Albatta chidashlik berganida. Adam muxtalif o'zgarishchan zamonlarning o'tida ko'yib, suyida oqqandan keyin bilinadi. Uning qadr-qimmati riyozatga chidab, ahdida barqaror turgandan keyin oshadi. Ko'zingni ayligin ro'shan, quyoshning sha'ni o'chganda, jahonga qapqara layli gulining bargi tushganda. Çoyun köksünni rus eylep, külüşni sen gurur bilgin, japa tağı çeçip taş qahrani beşinqa köşkendi. Adetki çağda hemmi kişi kökrek keradi. Can tügegende palvan köp. Gep quyoshning nuri o'chgan, ya'ni haqiqat osmonini shumliq bulutlara qaplab, yo'ruqliq to'silgan
çağda aql ko'zini çapaq bastırmay roşen tutuşta. Vücudunu mushaqqat teg'i basqancha maydonni ko'tiriprek turishda. Mana bu qahramonlik, mana bu insoniy g'urur, mana bu mardlik siymasi. Dilim qayg'uga cho'kkanda g'ururning kaptiri bo'lg'in, xo'shalliq oshiyoningdir, jimining kaptiri bo'lg'in. Shoir mazkur ikki misrada qandaq chaqda g'ururning, qandaq vaqtda kamtarlikning lozimligini ayirib berdi. Beshinga miskinlik tushganda ruhiy yaxtin yonjilib ketma. Vijdoni yaxtin o'lma. Hatto yurakingni texmi pok tut. Odatdagi chaqlarda omma ichida o'zingni kamtar tutqin. Bu sana xo'shallik keltiradi. Bizda chidam, g'ayrat, g'urur, kamtarlik haqida xeyli ko'p she'r yozilgan bo'lsa-mu, biroq bu temalarga aloqador fikrlar ruboiyatda jonliq, obrazliq, inchkirak ifodalangan. Beshinchi. Takabbur, hasadxo'r, tamaxo'r bo'lma. Abdur o'z ruboiylarida kishilik axloq ustidimi xeyli ko'p to'xtalgan. U axloqning yaxshilarini tanlaganda odamning ko'ngli yaxshi bo'lishini, go'zal qalb egasi bo'lishini oldingi qatorda qo'yadi. U deydi: Güzel qalb chin saodatdir, ana kulfatmi rohatdir. Xunuklik bassa qalbingni, asal ichsang na lazzatdir. Güzel qalb koinot go'yo parizat misli idrok his, ipar chachmoq ana doim ko'ngil bog'iga odatdir. Gap tushunishlik. Odamning yomon ko'ngli o'zi uchunmi zahar, yaxshi ko'ngli o'zi uchunmi hasan. Go'zal qalb o'zi uchun saodat bo'lib qolmay, boshqa odam uchunmi saodat. U bog'lar ichidagi shundoq bog'ki, boshqa ko'ngil bog'larga ipar chachadi. Tarixdagi munavvar ma'rifatlik zotlar qalbi go'zallardan edi. Ularning go'zal qalbi boshqa qalblarga ipar chashgan, yaxshi yomonni to'nitgan va saodat beg'ishlagan emasmidi? Shoir Abdushukur Muhammad Emin tövendeki ruboiyasida takabburlikni mansitmaydi. Sen takabbur eylime, aqlim farosat oyida, lavhalar osmi bo'yinqa, nazmlar dargohida. Qonuniy olamni sen fikrimga bay'at qildiysan, masxira aylar jahon bir tüp qo'noqning poyida. Shoir mazkur ruboiyning 3-4 misralarida takabburda dimiqida birini kulib etib aytadiki, Shoir mazkur ruboiyning 3-4 misralarida takabburga dimiqida birini kulib etib aytadiki, sen boshqalar mening fikrimga taslim bo'lsa, mening kaynimga agashsa bo'ladi devatsan. Biroq boshqalar seni unchalik cho'ng deb hisoblamaydi. Shoir Abdushukur Muhammad Emin tuvandagi ruboiyasi bilan o'z ishining xarakteri va oqibatini ko'rsatib, uni bu ishdan yenishga maslahat berdi. Takabbur qilmag'in hargiz, seningdek ko'rmini o'tgan. Bu ko'rminglar to'ralmaydi, jahon charxi davom etgan. Takabburlik kishilik oltuniga misli laq surtmak, takabburlar azaldan xohishining aksiga yetgan. Mazkur ruboiyning 4-misrasi takabburlikning oqibati to'g'risida ajoyib joyida chiqarilgan yakundir.
Tarixning bizga ko'rsatib kelayotgani shuki, kimki kibr bilan g'adaydi, oqibat uning besh tushdi. G'urur u xislati inson, uning nuri barqi san'atda, xushomat ham xurofot uxlatar insonni g'aflatda. Tamaxurluq bilan qaqnus bo'lishni qilg'uchi armon, jamoat birla lochinliq samasin o'yna jur'atda. Mana yana bir o'qiychi. G'urur u xislati inson, uning nur barqi san'atda, xushomat ham xurofot uxlatar insonni g'aflatda. Tamaxurluq bilan qaqnus bo'lishni qilg'uchi armon, jamoat birla lochinliq samasin o'yna jur'atda. Abdurra oxiriga kelib, odam xulqidagi gidiyish, bilinish, g'urur, xushomat. Abdurra oxiriga kelib, odam xulqidagi gidiyish, yelinish, g'urur, xushomat va tamagarlik, qanoat qatorliq bir-biriga ta'tir qiliqlarni tangshashni eskartadi. Takabbur bo'lmayman deb kishilarga o'rinsiz yelinib, insonlik izzatingni yo'qotma. Tamaxurlik bilan yuqoriga o'milashni o'ylab, siqilishdan ko'ra oddiy odamlik erkinligi bilan lochindak parvoz qilib yurganning huzuri chon. İlletler içinde en pes qiliq hasad qilish hisoblangandek, shoirning ruboyisida en ig'ir jazoga hukm qilingan kishi hasadxo'r bo'lgan. Umr gulshanlaring alvak, xalqni dilga jo etsan, ko'ngil aynaklaring ro'shan, ilmga iltijo etsan. Saadet ul saadatni o'tinmak birla bo'lg'aytal, Sulayman omiting berbat hasadni mudda etsan. Hasadxo'rning halokatlik oqibati tarixda hozirgacha cho'ng kichik ishlarda yangi faktlar bilan isbotlanib kelmoqda. Hasadxo'r bo'ldingmi? deydi shoir ashu ruboyida. Tugashding. Çapının tizimdan aşmaydı. Hatta Sulayman peygamberge kelgendek omad kelsimi ahir düm tushsin. 6. tema. İnsan üçün haqiqiy zinnat ilm. Ruboyatdagi har bir ruboyining ostida uning bilan billa qizil siziq bordir. Bu qizil siziq misralarga bekitilgan ilm, ma'rifat, falsafaga muhabbat mazmundir. Shoirning bu haqdagi hissiyoti yanada kuchli. Zinnati qalbida yo'qlari ustiga zinnat taqar, idroki ko'zida yo'qlar ushbu zinnatga boqar. İlmu irfan birla yavlar, pitnisi zinnat sana, gülbaharı, zıbalıqın, danalıqın derya akar. Yani bir qitim okuytayım rubayini. Zinnati qalbida yo'qlar, ustiga zinnat taqar, idroki ko'zida yo'qlar ushbu zinnatga boqar. İlmu irfan birla yavlar, pitnisi zinnat sana, gülbahar zıbalıqın, danalıqın derya akar. Abdur şu ruboyida deydi. Bir qism içi xunuk kishilar teshini zinnatlisa, ko'zida idrok nuri yo'q aqlsiz kishilar ashu qapoq so'lat zinnatga qarab masxush bo'ladi. Bizda texi ashundoq bozor bor. Sen haqiqiy zinnatni bilamsan. İçinde ilmu irfan bolsa, yani kelib düşmanlar sana pitni pasat qilsa,
mana şunu özüңge zinnat dep bil. İnsanға bilimнің zinnat ekanligi munozara talab qilmaydigan so'z edi. Abdur Burbayda onunğa yana bir yeni cümleni qo'shgan. Durust odamga dushmanning fitnasimi zinnat degan. Bu yeni fikir, eng to'g'ri baho, inchga tafakkur va mardona so'z. Abdur ilim ma'rifat ustida gap qilganda hozirgacha deyilib shoma bo'lib ketgan iboralarni takrorlab o'ltirmaydi. U biz yezayotgan ilim undaq yaxshi, bundaq go'zal degan ügitçilik, vaz nasihatchilik uslubidan halqib odam ta'sirlangudek, ibrat olgudek va hamisha yodidan ketmagudek bir obrazni sizib ko'rsatdi. Bu ruboiyga qarang. Turudu qo'rqinch silib, tanho hashamatlik terak, shoxlari go'yo diva alpozidan berib derak. Yüzligen şaptul anardın aşsımı ger haybeti, işçi por bolgaş otundun özgege bolmaz gerek. Rubaideki turqa hashamatlik qapaq terak obrazı xuddi ilim ma'rifatsiz yo'g'onchi kishining naq turqi. Şair bu terakning qalaymiqan shoxlarini, go'yo putqo'llarini harang-sarang uzatgan divining g'alita alpoziga o'xshatdi-da, uni sizib etib, o'zi uningdan masxirlik kuladi. Xususan, bu ruboiyning 3-4 misralaridagi ma'rifatlik odamlar obrazi, shaptul anarlar bilan ma'rifatsiz shaxs obrazi, hashamatlik terakning selishtirmasi nima degan haqqoniya? Sezem sen dilberim, keldi bahar ovozi har yondin, zamonim mutribi chaldi, muqomni yeni davrandin. Baxtning to'z qushi ochdi juloliq husnini hayot, bezakla kang diyorimni degandek ilmu irpondin. Bu ruboiy davr qiyofatini ajoyib saltanatlik tasvirlab, uning asiriylashish, zamonaviylashish xizmatining ilm sohasidagi vazifasiga hammamizni o'zi tarafdan tantanlik holda chaqiriq qildi. Qani, yangimaylaylik, deydi shoir bu yerda. Diyorimizni ilmu irpondan to'zdek bezaklash payti keldi. Abdur ilimni to'liq qadrlaydi, ham bizga qadrlashni topilaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, ilimlikka hurmat qil. Dunyoning ishiga o'lpon emas, ilimlik bilan muomala qil. Har bir masalaga ilmiy qara. Olamda ilmiy yasha. Mayli sen hayot deb o'zingni bazla, mayli sen o'lim deb ibodat izla. Haq nohaq chirmishib ketgan olamda ilmni qadrlab, haq so'zni so'zla. Hürmetlik anglarmanlar, bugun mushunchalik o'qib beray, chunki yana 10 betlik bölüm var, ya'ni badiiylik avrishkilari degan temada yozilgan. Gerçi uzunroq bo'lsin-u, lekin go'zal, chiroyli yozilgan ruboiylar mana hozir anglag'aninglardek shundoq bir yaxshi analiz qilingan. Shunga bu bölümni keyingi qismda to'liq o'qib beray deb o'ylab qoldim. Ma'qul amsa, bugun marhum olimimiz Abdushukur Muhammad Emin tavalludining
99 yıllığı bilen bu eserini okup verdim. Kitap okuş munbirimizde Abdüşkür Muhammed Emin'nin eserlerini yaktırdıgan, rubaylarını okugan kıyırındaşla çokum köp dep oylayman. Merhum alimimiz tavallutunun 99 yıllık hatire günü de menin bir küçük arzuyum var. O bolsumu eğer halsanlar merhum alimimizin rubaylarının bolamdı, şiirlerden bolamdı, ya ki eserlerden ariyalan ilip bolamdı, munbirimizin inkas sıpsıga köçürüp koysanlar, şu münasebet bilen merhum alimimizin bu təvəllüd gününü ortaq xatirligen boğan bolsak. Qandaq deysizler? Maqul əmsə, kelər qitimliq kitap okuş programımızı görüşeyli. Merhum alimimizin o dünyalığı cennette nurlar içinde bolsun. Hayır hoş.